Men ismim Mavluda. Yoshim 30 ga yaqin. 3 ta farzandim bor. O'zbekistonda hayotimiz og'ir bo'lgani uchun erim bilan ishlash uchun Rossiyaga chiqib ketdik. Uyimizni, farzandlarimizni onamga qoldirdik. Ko'zimizda faqat bitta narsa, pul topish va oilamizni oyoqqa turgizish maqsadi bor edi. Rossiyada bizga birinchi yordam bergan odam esa erimning ukasi, ya'ni qayni ukam bo'ldi. U bir necha yillardan beri Moskvada yashardi. O'zi hali uylanmagan, 30 yoshdan o'tgan bo'lsa ham, hali ham o'z hayotini qurmagan yigit. Uyimdagilar uni juda maqtashardi, akasiga mehribon, aqlli, halol ishlaydigan bola deb. Ammo men bu safar u haqda boshqa narsalarni ko'rdim. Biz u bilan birga yashay boshladik. 2 xonali kvartirada yashar edik, erim, men va qayni ukam. Erim kun bo'yi ko'chada, u kuryerlik qilardi, kechasi esa mashina haydab taksichilik qilardi. Men esa birinchi haftalardan boshlab uyda qolardim. Tilni bilmasligim sababli hali ish topa olmagandim. Kechqurun qayni ukam bilan ko'proq vaqt o'tadigan bo'ldik. U menga rus tilini o'rgataman deb dars qila boshladi. Yordamini ayamasdi. Boshlanishida buni oddiy insoniylik deb bildim, keyin esa bir kuni kechqurun kafe tayyorlab turganimda orqamdan kelib qo'limni ushladi. "Qo'rqma opa", dedi. "Siz menga boshqacha yoqasiz." Shu so'zlar yuragimni zir titratdi. Jim turdim, indamadim. Bu voqea ortidan men undan uzoqlashishga harakat qildim. Ammo u har kuni meni o'ziga yaqinlashtirishni boshladi. Bir kuni yuragim siqilgan paytda, "Akam sizga e'tibor bermayapti", deb qulog'imga shivirladi. Men esa yolg'iz edim. Erim ko'p vaqtini tashqarida o'tkazardi. Menimcha, u boshqa bir ayol bilan yurayotgandek tuyulardi. U menga avvalgidek mehr bermay qo'ygandi. Ko'zlarimda sovuqlikni sezardi, ammo indamasdi. Qayni ukam esa aksincha meni tushunar, menga qarar, kechqurun ichimdagi og'riqni so'zsiz his etar edi. Bir kecha u yotganimda yonimga kirib keldi. "Men sizni sevib qoldim", dedi. Men esa indamadim. U qo'limdan ushlab, "Sizga yomonlik qilmoqchi emasman. Faqat ko'nglimni tinglang", dedi. Shu kech bizni o'zgartirdi. Men qilgan ishimdan uyalganim bilan yuragim qattiq urardi. Bu gunoh edi, lekin yuragimda boshliqni to'ldirayotgan yagona odam shu yigit edi. Ertasiga ko'zlarimni ocholmadim. Erim hech narsa bilmaydi deb o'yladim. Ammo oradan 2 hafta o'tib u uyga erta keldi. Va hammamizni tutib oldi. U bir zumda hammasini tushundi. Sokinib menga baqirdi, qayni ukamni esa urdi. O'sha kuni uyimiz buzildi. Erim bizni uydan haydadi. Men esa rosa yig'ladim. Na bolamni yonimga ola oldim, na orzularimni. Endi men Rossiyaning bir burchagida yolg'izman. O'sha qayni ukam meni yana tark etdi. Men unga faqat vaqtincha kerak bo'lgan ekanman. Endi esa vijdon azobi bilan yashayman. O'sha bir kechlik lazzat bir umr azobga aylandi. Rossiyada yolg'iz qolganimga endi 1 oy bo'ldi. Shu 1 oyda men xuddi o'zimni yo'qotgandek bo'ldim. Ijaraga arang joy topdim. Yarim yerto'ladek, devorlari xol, hidi yurakka tegadigan kichkina xona. Har kecha quchoqlab uxlaydigan bolalarimni soginaman. Ularni ko'rmagan har kuni yuragimda bir narsa uziladi. Erim menga qasam ichdi, "Boshqa senga qaytmayman. Bolalarni ham unut", dedi. U onamdan bolalarni tortib olib, o'zining akasining uyiga olib ketgan ekan. Endi men na onam bilan gaplasha olaman, na bolalarimni ko'ra olaman. Yurtga qaytish uchun na pulim bor, na yuzim. Qayni ukam esa birinchi hafta yordam berib turdi. Keyin yo'q bo'lib ketdi. Go'yoki hech narsa bo'lmaganday yashashni boshladi. U meni faqat bir kechalik ehtiros deb bilgan ekan. Men esa unga qalbimni bergandim. Bir kecha qattiq hushimdan ketdim. Og'zimda achchiq ta'm, yuragimda og'riq. Kasalxonaga olib borishdi. Tekshiruvdan o'tganimdan keyin shifokor xabar berdi. "Siz homiladorsiz. 6 haftalik." Qulog'imda shundoq jarangladi, "Homiladorman. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Axir bu bola qayni ukamdan. Qanday yashayman? O'zim yolg'iz, pulim yo'q, oilamdan voz kechganman, endi esa ichimda begunoh jon." Shu kechdan boshlab hayotim butunlay o'zgardi. Endi men faqat o'zim uchun emas, ichimdagi bolam uchun kurashishim kerak edi. Ish topdim, tozalovchilik. Og'ir ammo halol.
Har kuni ertalab soat 5 da turib, sovuq ko'chalarda ishga borardim. Orqamdan odamlar turli gap-so'zlarni aytishardi. Ko'pchilik meni so'roq qilardi: "Sen yolg'izsanmi? Turmushing bormi? Nechta bolang bor?" Men esa har safar yutib, ichimdagi og'riqni yutardim. O'tgan oyning oxirida yana qayni ukam paydo bo'ldi. Bir kecha telefonim jiringladi. "Mavluda opa, sizni sog'indim. Yaxshimisiz?" Men indamadim, ammo yuragim gupillab urdi. Bir qismim uni sog'ingandek edi, bir qismim esa yomon ko'rardi. "Men sizni chin dildan sevgan edim", dedi u. "Hali ham kech emas. Hali ham siz bilan yangi hayot boshlashimiz mumkin." Men esa javob qaytardim: "Kechikding. Ichimda sendan bo'lgan bola bor. Ammo bu bola uchun men sen bilan emas, o'zim bilan yashayman." U jim qoldi. Endi men kuchli ayolga aylangan edim. O'sha avvalgi erining soyasida yashagan, mehr uchun ko'z yurgizgan ayol emasman. Oylik to'plab yurtga qaytish haqida o'ylay boshladim. Onam bilan bog'landim, erim bolalarni boshqa joyga yuborganini bildim. Endi u meni jazolamoqchi edi, bolalarsiz qolish azobi bilan. Ammo men kurashdim. Elchixona orqali hujjatlarni tikladim. Sud orqali bolalarni qaytarish uchun ariza berdim. Hammasi qiyin bo'ldi, lekin hech qachon taslim bo'lmadim. Nihoyat 9 oy o'tib, go'zal bir qizaloqni dunyoga keltirdim. Ismini Sabina qo'ydim, umid ma'nosida. Chunki u menga qayta yashashga umid berdi. Hozir men O'zbekistonda yashayman. Boshimni baland ko'tarib, yuzimda xijolat emas, iymon bor. Sabina yonimda, katta farzandlarimni ham orqaga qaytardim. Endi men yolg'iz emasman, kuchli onaman. Yillar o'tdi. Endi orqamga qarasam, go'yo boshqa bir insonni eslayman, o'sha bechora mehr izlab yo'ldan adashgan, bagri to'la armon ayolni. Hayot meni har tomonlama sinadi, lekin har bir yiqilishimdan o'rganib, asta-sekinlik bilan o'zimni topdim. Sabina endi 3 yoshda. Sochlari sarg'ish, ko'zlari jigarrang otasiga o'xshaydi. Har safar unga qarasam, ko'zlarimda yosh paydo bo'ladi, ammo endi bu yosh armon emas, minnatdorchilik yoshidir. Chunki u meni yana yashashga majbur qilgan farzandim. Farzandlarim bilan Toshkent chekkasidagi kichikroq uyda yashayapmiz. Hali ko'p narsa yetishmaydi, lekin yuragimizda mehr, tinchlik va Allohga ishonch bor. Oradan 2 yil o'tib, erim to'satdan qaytib keldi. Uni ko'rib, yuragim notinch bo'ldi. U menga yalinib kechirim so'radi. "Men xato qildim", dedi. "Bolalarni onasiz o'stirish oson emas ekan. Sen qanday bo'lma, baribir mening bolalarimning onasan." Men esa unga uzun tikildim. Ichimda qachondir sevgan, ishonib topshirgan ayolga xos og'riqlar yondashdi. "Kechirdim", dedim. "Ammo qaytmayman. Sen meni yolg'iz tashlab, boshqalarning gapiga ishonib ketgan odamsan. Men endi o'zim uchun, bolalarim uchun yashayman. Sen bizni emas, faqat o'zini o'ylagan ekansan." U jim qoldi. Uzoq qarab turdi. Bolalarni bagriga bosdi. Ko'zlari to'lib. "Men seni yo'qotib, o'zimni yo'qotdim", dedi va ortiga qaytdi. Men esa mehrimni, vaqtimni, kuchimni boshqa bir yo'lga sarflay boshladim. Qisqa vaqt ichida uyda tayyorlaydigan pishiriqlar biznesini boshladim. Mahalladagilar rozilik bilan xarid qilishar, o'zaro gap-so'zlar bilan buyurtmalar ortib bordi. Instagram orqali mijozlarim ko'paydi. Sabinaning mehribon bolaligini ishonchli qo'llarda qurib bordim. Bir kuni do'konimga bir notanish yigit kirib keldi. U rus tilida so'zladi, ko'rinishidan madaniyatli, xushmuomala edi. Men uni tanimadim. Keyin u o'zini tanishtirdi. "Men Iskandar", dedi. "Sizning YouTube'dagi ayollar haqidagi motivatsion videongizni ko'rdim. Men sizga yordam bermoqchiman." Men hayron qoldim. YouTube'dagi kanal. Ha, men ba'zan o'z hayotimdan, o'rgangan darslarimdan videolar joylardim. Har bir videoda ayollarga murojaat qilardim. Yolg'izlik bu la'nat emas, bu imkoniyatdir. Sen o'zing uchun yashashni o'rganishing kerak. Iskandar biznes sohasida ishlarkan. Menga bepul maslahatlar berdi, o'zining yordam qo'lini cho'zdi. O'sha yordam orqali do'konim kattalashdi. Oradan oylar o'tdi, bizning do'stligimiz mustahkamlanib bordi. Men asta-sekin yuragimda yana bir his paydo bo'layotganini sezdim. Uning qalbida mendek ayolga nisbatan nafaqat mehr, balki hurmat bor edi. Bir kuni u dedi:
Mavluda, sen kuchli ayolsan. Men seni faqat ayol sifatida emas, hayotda sinovdan o'tgan, lekin sinmagan inson sifatida sevib qoldim. Men unga togirini aytdim. Men ortimda og'ir 60ni olib yuraman. Menda farzandlar bor, vijdon azobi bor, charchagan yurak bor. U esa qo'limdan tutdi. Men seni 60ing bilan sevaman. Chunki seni aynan shular kuchli qilgan. Mana bugun men qizim Sabinaning qo'lidan ushlab do'konim oldida turibman. Farzandlarim yonimda. Ichimda ko'ngil xotirjam, ko'zimda nur. Qayni ukamdan ortgan armonni ochirishga emas, undan saboq olishga qaror qildim. Va o'zimga har bir ayolga bitta narsa dedim. Sen bir kechalik ehtiros uchun yaralmagansan. Sen abadiy orzular uchun yaratilgansan.